Bu mashinada avval bobom haydagan, keyin dadam haydagan, keyin akam haydagan, undan keyin men haydayapman. Bu mashina o'zgarsa mahalla nomi chiqqan. Bilib turibman, nomi chiqqan. Toqqa chiqquncha nomimiz chiqmasa bo'ldi chiqib. Alo, Anjom Marozov erkak ish sotyaptimi? Haydada oldiga, hayda. Aka, yangam dekretdami deyman, o'rniga chiqibsiz. Biznes qanday endi biznes? Marojni bormi axir? Bering bir erkak kishini qo'ldan marojni iling bitta. Men maroj olasan o'zi. Aka, O'zbekistonda 69% erkak kishi, 30% ayol kishida, qolib ketgan 1% sizmi deyman-da. 3 ta marojni bering bizga. Mana endi bo'ladi-da. Alo. Nomimiz chiqdi. Marojni pulni ber. Namoda benzin sotadigan tanishingiz. Ana 5 kilometrdan ekan metamiz bor. Men senga 1000 marta aytdim shunga benzin qo'yaylik deb. Sabr qil, men o'zi keldik, mana gaz qo'yamiz. Kim bor ekan? Ha, kelinglar. Boyagi marojnichi bratmi? Xuddi o'zlari. Aka sizdan namoda aka ukangiz yo'qmi? Maroj sotadigan? Yo'l ustidagimi? Ha, Uxsaru, men Hasanman. Aka xullas baloni bobosidan qolgan nomi chiqqan Jiguliga gaz qo'yish kerak. Aha, 2 bilan 500 ming bo'ladi. 2 bilan 500 ming uchinchi paketga qo'yib beraman. Aka o'zi benzinga pulimiz yo'qligidan gaz o'rnatmoqchimiz. Xohlasangiz pasport va plastikingiz evaziga muddatli to'lov xizmati bor. Bizning manzilimiz Guliston shahrining ichidan o'tuvchi eski Bijon yo'lning yoqasida joylashgan Metanus. Xizmatlar bo'yicha ekranda qoldirgan nomerga aloqaga chiqasizlar.